Assalomu alaykum taqvo mebel kuzatuvchilar, hurmatli obunachilarimiz. Sizlar bilan yana biz Andijon mebel Jahon bozoridamiz. Xudo xolasa Sohon akam usta bilan birgalikda mana shu penalti trokalar obzorini qilib o'tamiz. Birinchi qo'l usta. Videoni oxirigacha ko'ringlar, arzon narxlarda qo'yamiz. Qani bo'lmasa biz video obzorimizni boshladik. Assalomu alaykum taqvo mebel kuzatuvchilari. Bo'lmasa biz video obzorimizni boshlaveramiz. Qaysi biridan boshlaymiz aka? Bo'lmasa bir chekkadan boshlayveramiz. Mana shkafli go'rkalarimizdan. Shkafli go'rkalarimiz. Go'rkamizni boshidan boshlasak, 3.40 bo'ladi razmeri. Eng kichkina joyga 3.5 joyga tushadi. Balandligi 2.5. Buni 4 metr, 4.60 gacha qo'ysanglar bo'laveradi bu go'rka, to'g'risi. Bir tarafi shkafli bo'ladi, tepalari tumma. Bu tarafi seravant idishda qo'ysanglar bo'laveradi. Xulosa ruchka, shanir, naqalari behijolat xizmat qiladi. Bu tarafi ham shunaqa. Keng. Xulosa xizmat qiladigan narsa. Bu taraflari ham. Buni ko'rsangiz bo'ladi. Bu sonda vazifasini bajaraveradi. Xulosa bitta sonda. Xizmati, kachестволari xudo xolasa behijolat. Bo'yi necha aka buni? Bu 2.5 bo'yi. 2.5 ga yana 3.40. 3.40. Narxi qancha aka buni? Buni bo'ladiganini aytaveramiz-da. Oxirgi narxini aytaverasiz taqvo mebel kuzatuvchilarga. Iloj borsalik eng oxirgi narxini aytaverasiz. Bo'ldi. Sizlar nominglardan kelsa arzon qilib beramiz. Dastavkalari bilan bularni Andijon shahar ichiga 5 million 400 dan qilib beramiz. 5 million 400 ming so'mdan. 5 million 400. Keyin buni bu yangi chiqqan Intenno degan rangimiz. Keyin bu rangimizdan bor. Biz обычный o'zimizni mramorniy svet, parda gilam tanlamaydi. Bu ham ichi naqalari bir xil. Shkafli ekan bu ham. Shkafli, ha. Rangida farqi bor. Rangi. Keyin buni yana bir boshqacha buni narxini aytib keting. Bu ham shkafli go'rkalarimiz dastavkasi bilan 5 million 400 ming so'm. Ishda mana shu turish narxi qancha buni? Mashidan olib ketib olsa, 5 millionga olib ketib olsa. 5 million so'mga olib ketadi shu yerdan. Ha, biz dastavka qilish ichida o'rnatib, o'zimiz moshda gaplashib, chiroyli qilib uyga o'rnatib beramiz. Dastavkalar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston bilan bormi? Bor, kelishilgan holda. Ha, kelishuv asosida. Viloyatlarga kelishamiz. Bunda ham shunaqa. Bir xil. Rangi boshqacha. Rangi boshqa, ichi o'zgartirilgan. Farqini ko'rib ko'rasizlarmi? Viberga o'zgartirib qo'yganmiz. Ishlash naqasi bir xil. Bu ham shunaqa. Narxi qancha aka buni? Bu ham shu 5 million 400 ming dastavkasi ichi bilan. Bu mashina turishi 5 million so'm ekan. 5 millionga olib ketib olsangiz, siz nomingizdan ketdi. Agar taqvo mebeldan chiqdim deydigan bo'lsa, ozroq ham o'tib berasiz. O'tib beramiz. Aytib kelsa. Hop, bunisi ashi boshqacha atirgulli fason. Bu atirgulli. Nomi atirgulmi buni? Atirgul, ha, atirgul. To'rtov qo'yibman. Atirgul, xudo xolasa yangi shkafli go'rkalarimiz. Razmeri necha buni? Buni ham razmeri bir xil. 3.40 ga 2.5 bo'ladi bo'yi. Narxi? Narxi buni ham mashina olib ketib olsa 5 million. Bunda bir taraf polka. Polka, bir tarafi vishilka qilib beraveramiz bu taraflarni. Bu tarafi bir taraf vishilkali, bir taraf polka. Ha, bu tarafiga anaqa nozik, anaqa qimmat kiyimlarni ilib qo'yaveradi. Bu yoqqa dasturxon, sachi, ashu bu narsalarni taxlab qo'ysa bo'laveradi. Xudo xolasa xizmati, nima sifatiga 100% javob beramiz. Keyin trokalarimiz bor. Troka 3 talik deganlarga mana shunaqa. 3 talik. Troka. Ajratib ishlatsa ham bo'laveradi-ku. Ha, buni qo'yilaveradi. Bu 3 joyga qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Buni eng kichkina joyi 3.40 ga tushaveradi. Shandirlari ham xudo xolasa baquvvat. Bu qanaqa bu? Nimalar? O'zi tortoladi. Vakuum. Oynalari ham baquvvat. Xudo xolasa ruchkalari ham, sifati ham, bu yangi rangimiz. Bunisida o'rtasini bo'lib qo'yganmiz. Buni bo'lib qo'yib, chiroyli qilib, xudo xolasa, sefli qilib, qulf kalitli qilib qo'yganmiz. Qulflanaveradi. Ruchkalari ham. Narxi qancha aka buni? Bularda oxirgi narximiz 5 million qilib beramiz aka. Bu ham 5 million. Unda asal arzonrog'i ham bor 5 milliondan. Endi ishda naqasi sifatiga qarab endi aka o'ziga.
Bir xil. Bunisi Miramirning svetimiz, shampan, Miramirga shampan. Bu ham ashtaqa ko'rkalari, TH, ruchkalari ham, ha, ruchkalari ham baquvvat, xudo xolasa. Buni ham narxi 5 million ekan-a, demak. 5 million qilib beramiz. Bo'lmagan mebellar tugadimi yo yana bor? Bo'ldi, agar nima qilsa 280 lik ko'rkalarimiz bor, ko'rsataman ularni. Qo'yani kichikroq joy borlar uchun ham mana bor. 3 metrga tushadigan 3 joy. metr joyga tushaveradigan. 3 metrga 245 bo'ladi bo'ylari. Neobычный qilib ishlangan ekan bu ishlar. 280 3 metrga tushadigan joyimizga 280 lik ko'rka deymiz. Bu 280 lik ko'rkalarimiz 2 xil, 3 xil variantda bor bizda hozir. Hozirda bunisi ramkasiz, oynalari ham 06. Baquvvat. Ruchka ham yo'g'i mashina xudosi xizmat qiladigan narsa, ishlarini ko'rishinglar mumkin. Ichida polkalari ham bor. Yangilik xudo xolasa. Keyin bu variantimiz ham bor. Bu narxini aytib ketmadingiz. Buni narxini 4 million 400 ming qilib beramiz. 4 million 400. Undan ham o'tib berasiz, takvo mebeldan. Sizdan kelsa o'tib beramiz. Bo'ldi. Xudo xolasa. Bunisini Bu ham ashtaqa ko'rinishi naqasida farq bor. Ishlash naqasi bir xil. buni bitta ko'rlar, mana buni bitta ko'rlar. Buni ramkali. Xohlaganlarga, bu xohlaganlarga. Ramkasi butun buni. Aha. Bunimizni bundan ko'ra 200 ming naqasi past puli. Bu arzonroq. Ha, 4 million 200 mingga qilib bera olamiz. Mashina olib ketishib oladi. Xudo xolasa xayri bor aka, taqvo mebeldan. Ha, xudo xolasa aka. Arzon qilib beramiz. Xudo xolasa shuning bilan bugungi penalti ro'kalarni video obzori ham o'z nihoyasiga yetdi. Hop, ustakamizning nomerlarini ekranda yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib tayyorlab beradi. Rahmat e'tiborlar uchun.